Hop, assalomu alaykum. Sizlarga uy sharoitida yuragingizga, qon bosimingizga, ovqatinglarni hazm qilishga, teri kasalligi bo'lsa, teri kasalliklariga, vaznni bir xil ushlab turishga eng oson, sodda retsept ko'rsataman. Hop, bizga piyoz kerak bo'ladi, to'ralgan. Shu o'zingizlar to'rab, o'zingizlarning tabiiylarga qarab qilasizlar bu narsani. Ya'ni piyoz, pomidor va bizga mana shu olma sirkasi kerak bo'ladi. Olma sirkasi hazmni yaxshilaydi. Olma sirkasini 6 oy ichgan inson ozmasdan qolmaydi. Mana shuni faqat muntazam qilish kerak buni. Ya'ni uni qo'llanilish usuli bor. O'zim alohida yozsaylar, men uni qo'llanish usulini o'rgataman sizlarga. Sirka kerak bo'lsa, sirka ham bor. Hop, nima qilamiz? Mana shu olma sirkasini pomidor ustiga, to'ralgan pomidor ustiga qo'shamiz. Ana bu dahshat narsa bo'ldi. Mana bu piyoz bilan endi buni xohlasanglar maydalab aralashtirib olinglar piyozni, xohlasanglar menga o'xshab butun tabiiylarga qarab bismillah. Mana shu narsa dahshat bo'ladi. Uy sharoitida qilib ko'ringlar. Vaznni ushlab turishga, qoninglarni suyuqlashtirishga, pomidor yuragiga quvvat. Pomidorni ko'z kasalliklari bo'lsa, ko'zingizga qaralashsanglar, pomidorni muntazam kechqurun, faqat buni kechqurungi ovqatni o'rniga yeysizlar. Pomidorni yeb, yotib uxlaysizlar. Ya'ni ovqatni yeb turib oxirida pomidor yemanglar. Shu kechqurungi ovqatinglarni pomidor qilasizlar. Ya'ni pomidorni o'zini yeysizlar, kechqurun boshqa narsa yemaysizlar. Bundan keyin 20 minutdan keyin suv choy ichsanglar bo'ladi. Mana shuni qilsanglar, zirayninglar past bo'lsa, zirayninglarga foyda. Videoni saqlab yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar, foydali bo'lgan bo'lsa, onaxon, otaxonlarga jo'natib qo'yinglar. Ko'zdan, yurakdan, qon bosimidan shikoyat qilishadi. Mana shunaqa narsa sinab ko'ringlar va uni bir haftada 3 marta kamida takrorlaydi. Ya'ni bir haftada 3 marta kechqurungi ovqatinglarni pomidor mana shu ko'rsatganim olma sirkasini qo'shsanglar, dahshat narsa bo'ladi, salomat bo'lasizlar. Buni jo'natib qo'yinglar, zo'r narsa bu.